Kurdlar vodiysida Jandara degan muzika bor. Jandara 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 jandararan qilar. Mana shu Alloh zikrini ritmidan olingan. O'shaning uchun kim eshitsa ham qalblarga o'sha ritm tushadi. Allohning zikri bilan qalblar xotirjam bo'ladi degan oyatni bir ya'ni chaqnashi shu joyda. Chaqmog'i bor. Mutlaq musiqani harom deganlarga bu tushunarsiz ko'rinishi mumkin, lekin musiqani zikr tempiga aloqador tomonlari bor. Musiqa insonga ya'ni ta'sir kuchiga ega. O'shaning uchun ya'ni suhbatlarning ba'zilariga musiqa qo'ysangiz, odamlarga yetib borishi osonroq bo'ladi, ta'sirliroq bo'ladi. O'shaning uchun buni joiz deydi. Ular o'sha narsani joiz ma'noda ishlatishgan va qabul qilishgan, nojoizligiga, nojoiz ekanligiga ittifoq bo'lishgan.